Hammaga salom. Aziz gruppadoshlarim hamda obunachilarim. Bugun bir turpoqni, bir yangicha turpoq nima qildim gerang uchun. Shuni bir nima qilib ko'rmoqchi edim, bir sinovga bir nima qildim. Mana shu turpoq bo'ladi. Mana hozir bizda yomg'ir yog'yapti. Shunga gerang ko'chatlarimni ko'chirib nima qilyapgandim. Bir yo'la mana shu yangi turpoqqa nima qildim. Bu turpoqda endi tarkibida где-то bir 60-70% agrobalt torf, neytralniy keyin biogumus qo'shdim. Endi soy qumi yo'g'i, bizni mana mahallada beton quyilyapti. Shag'aldi qumi bor, shag'aldi qumini olib yirik qum, ichida mana toshlari ham bor. Bu yerda mana yaxshi qarasa tosh ham chiqadi mana. Bunday toshchalar ham bor, har xil nimalar bor. Undan qo'shdim bir 10%. Xo'p, bog'imni turpog'idan ham qo'shdim, где-то 10%. Nimadan chiqarib, manaqa setkalar bor. Setkadan elab, kesalarni olib tashlab, shundan qo'shdim. 10%. Xo'p, yana nima qo'shdim? Yana kokosovый torf. Uyitilgan kokosovый torf bor. Uni katta jomda nerda? Shundan qo'shdim. Kokosovый torf, xullas mana shu narsalar hammasini 10% qo'shdim. Menda manaqa turpoq bo'ldi. Вообще zo'r turpoq bu. Mana вообще xullas mana bu namlab oldim. Doim namlagandek. Fitosporin 13-40-13 и karnivin 1 gramni 1 litrga eritib. Xullas mana shu turpoq bo'ldi. Endi bunda hozir gullari bir o'stirib nima qilaman, rezultatda aytaman. Hozir mana ko'chat qilib o'tiribman. Ko'chat emas, bu tayyor ko'chatlarni ko'chirib o'tiribman stakanchaga. Xullas mana shu turpoq. Hammaga rahmat. Keyingi nimada, videolarda buni davomini nima qilamiz, qanaqa gul o'sishini ko'ramizda. Xudo xolasa mana shu yangi turpoqda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.